Real Madrid yoki Barselona joriy mavsumda La Ligada qaysi klub chempionlikni qo'lga kiritishi mumkin? Bu borada hozircha imkoniyatlar Barsada juda ham yuqori. La Liganing 30-turi ortda qoldi. Barselona Metropolitan o'yingohida Atletico Madridni 2-1 hisobida mag'lub etdi va shu tariqa Flik shogirdlari turnir jadvaldagi birinchi pog'onasini yanada mustahkamlay oldi. Barselonada hozircha 76 ochko mavjud, 30-tur ortda qolgan. Real esa mana shu turda muxlislarini ranjitib qo'ydi. Mallorkaga safar uyushtirgan qirollik klubi 2-1 hisobida mag'lubiyat bilan ortga qaytadigan bo'ldi va ochkolarni qisqartirish o'rniga aksincha ko'paytirib qo'ydi Barsa foydasiga. Realda 30 tur ortda qolgan, ochkolar soni 69 dan tashkil etadi. 7 ochkolik farq yuzaga kelgan. Nima deb o'ylaysiz joriy mavsumda? Real keskin burilish qilib chempion bo'la oladimi yoki Barselona bu imkonni Realga bermaydimi? Fikrlarni kutib qolaman.